Anturium, Spacefilm mana shunaqa gullab, maza qilib boqish xolismi? Bularni skidkada olish xolismi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring, men o'zim sizga qisqa qilib tushuntirib beraman. Anturium hamda Spacefilm gullarni o'rtoqlar mana bunaqa gullab, yashnab turish uchun ularga kerak bo'ladigan asosiy narsalarni sizga sanab aytaman. Birinchisi, o'zi tabiiy yorug'likni juda ham yaxshi ko'radi va eng muhim narsa gullashi uchun. Ikkinchisi esa kislota, nordonlik berasiz, limon, chesnok va hokazo. O'zini maxsus dorilar bor, o'shalardan bersangiz bo'ladi. U dorilar o'zimizda sotuvda bor. Asosan shu yorug'lik bilan kislotani berib turing, suvni vaqtida quying, ko'paytirib, kamaytirib olmang. Shunda gulingiz mazza bo'ladi va eng qizig'i keladigan bo'lsa, narxi. Hozir skidkada mana shu ikkovi 50 ming so'mdan o'rtoqlar narxiga buni bo'dasi vashi shikarni ulgurib qolinglar. Soni chegaralangan Manzil Yunusobod dehqon bozori Telegram kanalimiz. Mana shu yozuvni Telegramga yozsangiz chiqib keladi. Dostavka xizmati bor. Sog' omon bo'lishga majbursizlar.